Bu anavi kechagi qiz emasmi? Ha, o'sha. Ismi Dilnoza. Ismini bilmadim-ku ya. Ismi menga qiziq emas, lekin kecha keluvdi. Keyinchi? Keyin bitta inomarka mashina keldi. Olib ketdi o'sha qizaloqchani. Bugun keldimi? Yo'q, kelgani yo'q. Qachon keladi? Menga qara. Oyim tilla. Qachon kelishini men qayerdan bilay? Nima, spravishnikmizmi senga? Boshqa qiladigan ishimiz yo'qmi yo? Nima, o'sha yerda biz u qizni qo'riqlovchimizmi? Qachon ishi bitsa, o'shanda keladi. Xo'pmi? Tushundingmi? Xo'p, charchamanglar. Yaxshi ishlanglar. Aloyi. Ha, Men uni topdim. qayerda ekan? Mardigor bozorda ishlayotgan ekan. O'zini ko'rdingmi? Yo'q, o'zini ko'rmadim. Kelishini kutib turgin. Xo'p, shu yerda kutib turaman. Ketib qolmagin a? Xo'p dedim-ku. Qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nonushdagi nimadir bormi? Pirog pishirgandim, faqat sovib qo'ygan. Yeyaverasizmi? Farqi yo'q. Yeyaveraman. Olib kelaver. Buni ertalab pishirgandim-da. Ertalab Hozir soat 11 bo'ldi-ku. uyg'otmabsan-da? Uyg'otish kerakligini bilmabman. Mayli. Bundan keyin ertalab uyg'otgin. Kelishdikmi? Xo'p.